Men famsiricha qilamiz degandan keyin juda ham ko'p obunachilar omonlikka qachon va qayerda bo'ladi deb so'rasizlar va men sizlarga bitta savolga javob beraman. Ya'ni famsiricha mana shu joyda bo'ladi. Va meni qo'llab-quvvatlash kelgan obunachalarimga men sovg'alarni tayyorlab qo'yaman. Albatta kelinglar. Xullas faqat men o'tdi. Balkim sizlar taniydigan o'nlab mashhur blogerlar ham bo'ladi. Shuning uchun shundoq kelib, men bitta buni buf ko'raverasizlar. Tez kunda aniq sanasi, xudo xolisa hozir biz 2-3 ta masalani aniq qo'ygandan keyin aniq sanasini e'lon qilamiz. Katta foizlar bilan juda yaqin kun ichida bo'ladi. Shuning uchun ham albatta stories ham kuzatib boringlar, tez kunda e'lon qilamiz. Endi bu yog'i autor ham mana shuncha qo'llab-quvvatlasa, shu obunachilar bilan bitta ko'rishib, bitta aktivimizni ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Shuning uchun ham hammalardan aktiv kutaman va keladiganlar bo'lsa, давайте pastda pul yozib qoldiringlar. Men har biringlarni yozganinglarni ko'raman.